Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi sohasini barqaror rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, fermer xo'jaliklarining sohadagi faolligini yanada oshirish, agrar sohada mavjud muammolar va ularning yechimi yuzasidan amaliy takliflarni muhokama qilish maqsadida ochiq muloqot o'tkazildi. Farg'ona viloyati fermerlar kengashi tashabbusi bilan Oltiariq tumanidagi G'afforjon Nurli kelajagi fermer xo'jaligida qishloq xo'jaligi sohasi mutaxassislari, olimlar, klaster va fermer xo'jaliklari rahbarlari ishtirok etishdi. Fermerlar davlat tomonidan ko'rsatilayotgan e'tibor, berilayotgan subsidiya va imtiyozlarning amaliyotdagi samarasi, resurs tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish afzalliklariga to'xtalishdi. Bugungi kunda qishloq xo'jalikka ilm bilan, bilim bilan yondashilsa, kam xarajat, yuqori hosildorlik natijaga erishiladi. Yomg'irlar sug'orish orqali mana g'allani ekib, 80 sentnerdan yuqori hosildorlikka erishdik. Foyda ko'ryapmiz, to'y qilyapmiz, mana texnika olyapmiz. Misol o'g'i oldim, yangi lazerli yer tekizlagich oldik, kultivasiya traktorlarini oldik. Hududimizda fermerlar maktabi ochildi. Zamon bilan hamnafas bo'lgan qishloq xo'jalik, dunyo bo'yicha bo'layotgan yangiliklarda o'sha yerda o'rganib, yuqori natijaga erishdi. Oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Buning uchun muhtaram prezidentimizga rahmat aytamiz. Muloqotda paxta, g'allachilik, bog'dorchilik, chorvachilik, sabzavotchilik hamda qishloq xo'jaligining boshqa tarmoqlarini ham yanada rivojlantirish, hosildorlikni oshirish masalalari yuzasidan fikr almashishdi. Ilg'or texnologiyalarni joriy etish, serhosil navlardan foydalanish, agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish hisobiga bugun paxtadan ham yuqori hosil olishga harakat qilinmoqda. O'tgan yili 40-45 sentner olgan edik paxtadan. Xudoga shukr, bu yil mana Xitoy navini ekdik, 52 navini. Eng kamida 60-70 sentner beradi. Paxtani ichida oldin birma-bir agat chopib yurilardi. Hozir hamma ishni texnika qilyapti. Germaniya davlatidan olib kelganmiz, Semental zoti 32 bosh olib kelgan edi. Mana chorvalarimiz 100 boshga yaqin. Mana sut, go'sht mahsulotlari, g'alla mahsulotlari, paxta hammasi bilan ta'minlaganimizdan xursand bo'laman. Prezidentimiz o'zlari aytayapti, qancha sentnerni ko'paytirsak, mahsulotni tan narxi ham pastlaydi. Biz ham daromadimiz ko'payadi. Mana kam bo'lganimiz yo'q. Yurtboshimizga rahmat. Bizga shunchalik imkoniyatlarni yaratib berganiga. Fermerlar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, xalqimiz dasturxonining to'kinligini kafolatlaydigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishdek mas'uliyatli vazifani bajarishga doim tayyor ekanliklarini bildirishdi.